isteuvchilar Red Bull yoki bo'lmasam adrenalinmi, shunga o'xshagan narsalar jinsolar turishiga yoki bo'lmasam odam organizmiga qaysi darajada zarari bor degan savolga keladigan bo'lsak, hozir shu tema juda ko'p muhokama qilinadi. Haqiqatda ham bu juda dolzarb bo'lib ketdi. Hamma juda televizorda ham shu haqida gapiryapti, lekin bu yerda biz birinchi savolga javob beramiz. Buni zararlari haqida. Agar siz bir kunda bitta ikkita ichsangiz, sizda umumiy salomatligingiz yaxshi bo'lsa, qandli diabet kasalligi sizda bo'lmasa yoki bo'lmasam sizda metabolический sindrom, semizlik bo'lmasa, ya'ni ishib ketib, qoni ishib ketadiganlar bo'ladiki, meni qonimga o'xshagan emas, boshqalarning qoni katta bo'lib ketadi. Hammasi meni qonimni gapirishadi, menda problema yo'q. Men o'zimni vesimni ushlab turaman, постоянно organizmimni sosteniyasini ko'rib turaman, meni qonim hech narsaga ta'sir qilgani yo'q. Ya'ni hammasi joyida, xavotir olmang. Rahmat o'ylaganingiz uchun. Ya'ni semiz odamlar, juda ham ishib ketadigan odamlarda sahrin diabet, o'sha immunometabolический sindrom va shu narsalarga allergiya bor odamlarga albatta bu mumkin emas. Lekin siz ixchamgina ariq qilasiz. Buni ichsa bo'ladi, lekin bora-bora mana shu semizlikka moyillik odamlar ichsa, buni tarkib bo'lgan shakarlar o'sha metabolический sindrom, ya'ni nimani hujayralarda almashishda buzilishlikka olib kelishligi mumkin va bu semirishlikka olib kelishi mumkin va semirib juda ham semirib ketsa, har xil jinsiy zaiflik, boshqa muammolar bilan qasddan kelib chiqadi. Shuning uchun mana shu narsani ko'p obsujdat qilishadi. Mana shuni orqasidan ichib odamlarga zarar tegadigan birorta odamni men ko'rmadim. Lekin bundan ham battar ichadigan narsalar bor. Bu aroq, piva yoki bo'lmasam narkomaniya. Bularni bu darajada hech kim obsujdat qilmaydi. Coca-Cola'ning zararlari, buni shunaqa vahima qilib gapirishadi, energetikda zararlari, lekin birorta joyda eshitganmiz aroqning zararlari haqida. Vaholanki aroq ichgan odam ichsa mayli, o'zi ichib, birinchidan uydagi bo'lgan odamlarga ko'p g'am beradi, urush qiladi uyda, ajrashishlar ko'payadi, boshqalarni uradi, pichoq olib quvlaydi, ya'ni jinoiy ishlar ko'payadi. Ikkinchidan, agar aroq ichadigan odam mashinaga rulga o'tirsa, avariyalar ro'y beradi. Ya'ni buni jamiyatga ta'siri mana bundan aroqda ko'p. Shuning uchun shu haqda ko'p gapiradigan odamlarni aroqqa yoki bo'lmasam sigaretga, bo'lmasam sigaretni ham har xil atrofdagi odamlarga ta'sir qiladi. Siz o'zingizda sigaret chaqib o'tirgan odam bitta chaqsangiz, siz passivniy kulishchi bo'lasiz va sizga ham bu narsaning zarari bor. Yoki bo'lmasam aroqni, pivani, bo'lmasam narkomanlikda, narkomanlar orqasida odamlar bir-birini har xil jinoiy ishlar qilib, jamiyatga bu narsalarni bundan ko'ra zarari ko'p. Shuning uchun o'sha narsalarni ko'proq muhokama qilinglar, shu haqda ko'proq profilaktika o'tkazinglar. Men shifokor sifatida va butun dunyoning statistikasini mana shu aroqda yoki bo'lmasam ichimlik narsalarni, yomon spirtli ichimliklarni zarari haqida bilganligim uchun gapiryapman. Bu esa Red Bullda agar juda ham uyqusiz kelib ketgan bo'lsa, misol taksilarga ixchamgina bola bo'lsangiz, ariqqina bo'lsangiz, bitta olsangiz hech narsa qilmaydi. Mana men o'zim tajribamda ko'rsatib beraman. Men o'sha Red Bull kam ichaman, ertalab bitta cho'shqa kofe ichaman. Va chashka kofeni odamga zarari bormi, yo'qmi? Shu haqda kelasi videolavhada biz sizlar bilan like, kommentariya qo'ysalaring, o'qib albatta javob beramiz va sizlarga alohida bu haqda videolavha qilamiz. Salomat bo'ling.